Psixologik salomatlik uchun 7 kun va 6-kunga siz bilan yetib keldik. Bugun siz bilan ichki resurslarni tiklash yoki ichki resurslarni jonlantirish haqida gaplashamiz. O'zi ichki resurslar, psixologik resurslar nima? Psixologik resurslar bizni qiyin vaziyatlarda tayanishimiz, suyanishimiz mumkin bo'lgan shunday ichki kuchlarimiz, ichki xususiyatlarimiz, hislarimiz, qobiliyatlarimiz balki qilgan yaxshi ishlarimiz bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holatda ichki resurslarni juda ham ko'p holatda biz yo'qotib qo'yamiz yoki ular biz uchun ishlab bermaydi. Bizga tayanch, suyanch yoki tirgak bo'lib bera olmaydi, bizga quvvat bo'lib bera olmaydi. Sababi biz shunchaki ularni unutib qo'ygan bo'lamiz xolos. Shundan kelib chiqqan holatda ichki resurslarni tiklash uchun eng keng tarqalgan bir nechta texnikalarni, usullarni amalga oshiramiz siz bilan. Buning uchun sizga qog'oz va ruchka kerak bo'ladi. Shunchaki hozir shu yerda siz o'zingizdagi 5 ta kuchli xususiyatni yozing va har bir xususiyatni eslab yozing. Ya'ni o'sha xususiyat sizga qachon, qayerda qo'l kelgan, qachon sizni og'iringizni yengil qilib bergan, qachon sizni oddiy odamdan yuqoriroq darajadagi odamga aylantirgan. Shu narsani eslab 5 ta xususiyat yozing va o'sha 5 ta xususiyatni asoslab chiqing. Hozir videoni pauza qiling-da, hozir bu mashqni bajaring, keyinga qoldirmang. Bu vazifani bajargan bo'lsangiz, keyingi vazifa shunchaki bitta domik deydi, uycha chizing va o'sha uychaga ikkita deraza chizing. Oyna. O'sha oynaga, har bitta oynaga ikkita, har biriga bittadan sevib, bir maza qilib shug'ullanadigan, boshqalardan yaxshiroq uddalay oladigan va bu bilan kerak bo'lsa o'zingiz faxrlanadigan ikkita ish, faoliyat yoki yumushni yozib qo'ying. Shunchaki o'sha uyni ikkita derazasiga yozib qo'ying. Va uyga bitta eshik chizing va o'sha eshikka o'zingiz hayotda o'z kuchingiz bilan erishgan bitta yutuqni yozib qo'ying. Bitta eshikka bitta siz hayotda o'z kuchingiz bilan erishgan yutug'ingizni yozib qo'ying. Va nima uchun uycha, nima uchun ikkita deraza va ikkita o'sha derazaga yozilgan shunday siz maza qilib shug'ullanadigan faoliyat. Xo'p, sizga savol, derazaning funksiyalari nima? Oynaning funksiyalari nima? Albatta, birinchisi xonaga havo, kislorod olib kirish kerak, ikkinchidan xonaga yorug'lik olib kirish kerak. Va o'rtoqlar, o'ylab ko'ringlar va tahlil qilinglar va xulosaga kelinglar. Siz sevib, maza qilib uddalaydigan, maza qilib shug'ullanadigan ishlar, faoliyatlar u sizni ichingizga kislorod olib kiradigan, havo olib kiradigan, ichingizni mundoq yoritadigan ishlar bo'ladi, faoliyat bo'ladi va biz juda ham ko'p holatlarda o'sha ishlarni qilmaymiz. Kimdirga misol uchun aytaylik, bilmadim, hammada o'ziga xos qiziqarli va o'zi uddalay oladigan zo'r faoliyat bo'lishi mumkin. O'sha faoliyatni shunchaki odam uzoq muddat qilmay qo'yishi mumkin. Kimdir sport bilan shug'ullanishni zo'r uddalashi mumkin, kimdir tozalik ishlarini zo'r uddalashi mumkin, kimdir zo'r pishiriq pishirishi mumkin, kimdir zo'r rasm chizishi mumkin, kimdir balki aytaylik zo'r bir duradgorlik ishlarni amalga oshirishi mumkin, kimdir aytaylik loydan nimalardir yasay olishi mumkin va aynan shu narsalarni qilmay qo'ygan. Kimdir qanaqadir musiqa, cholg'u asbobida zo'r bir qoyillatib chalishi mumkin. Lekin shu narsani birinchidan unutib qo'ygan, ikkinchidan shu ishni qilmay qo'ygan, uchinchidan o'sha narsaga vaqt ajratmagan. U narsalarga vaqt ajratish, ya'ni siz boshqalardan ko'ra yaxshiroq uddalaydigan va sizga yoqimli bo'lgan shunday faoliyat bilan shug'ullanishingiz ichingizga havo olib kiradi. Xuddi bundoq bo'g'ilib qolgan ichkaridagi odamga havo bergandek bo'lasiz ichingizdagi menga. Va ikkinchidan ichingizga yorug'lik kirgandek bo'ladi. Va
bugunni o'zida ertani kutmasdan shunchaki o'zingiz maza qilib shug'ullanadigan faoliyat nima edi o'zi? Nimani men boshqalardan ko'ra ozgina bo'lsa ham yaxshiroq uddalardim? Shu savolni o'zingizga beringda va o'sha ikkita derazaga yozgan narsangizni bugundan boshlab shug'ullanib boshlang. O'sha narsaga bugundan vaqt ajrating va vaqt ajratingda shu narsani qilib ko'ringda, albatta fikr mulohazalaringizni izohda qoldiring. Eshikka kelamiz. Eshik nima? Eshik ham siz uchun muhim resurs. Hayotda siz o'z kuchingiz bilan erishgan narsalar bor. O'zingizni harakatingiz bilan erishgan narsalar bor va ularni shunchaki siz eslab ko'rishingiz kerak. Goh-gohida eslab turishingiz kerak. Bu narsalar sizga kelajakda yana xuddi shunday katta yutuqlarga erishishingizga bir quvvat beradigan ichki psixologik resurs bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatda psixologik resurslarning asosiy 3 ta turi haqida bugun gaplashdik siz bilan. Birinchisi, sizni kuchli jihatlaringiz. Kuchli jihatlaringiz borligini biling. Ularni har doim o'zingizga isbotlab turing va ularni hayotda shunchaki tez-tez ishlating. Shunda sizda psixologik resurslar har doim bir sizga quvvat, tirgak, manba bo'lib xizmat qiladi. Yiqilishga qo'ymaydi sizni. Ikkinchidan, o'zingizda o'sha maza qilib shug'ullanadigan faoliyatlaringiz, ishingiz, qandaydir yumushingiz bo'lishi mumkin. U narsalarni siz boshqalardan ko'ra ozgina bo'lsa ham yaxshiroq uddalashingiz mumkin. Balki bu sizning hobbingiz bo'lishi mumkin. Ularga albatta vaqt ajrating. Agar vaqt ajratmasangiz, bu o'zingizga vaqt ajratmadingiz degani, o'zingizni yaxshi ko'rmaysiz degani, o'zingizni qadrlamaysiz degani. O'zni qadrlash, o'zini sevish haqida psixologlar gapiradi va bu yaxshi emas deb qoralaydiganlar bor. O'zini sevish deganda biz noto'g'ri munosabat hosil bo'lib qolganda, o'zini sevish deganda shunchaki qimmat narsalarni sotib olishni nazarda tutishadi. O'zini sevish deganda boshqalarga tupurib qo'yib faqat o'zi haqida o'ylashni nazarda tutishadi. Yo'q, o'zini sevish bu inson o'zi shunchaki maza qilib shug'ullanadigan, qobiliyati, salohiyati yetadigan ishlar bilan shug'ullanish va shu jarayondan zavq olish ham o'zini sevish hisoblanadi. Agar sizni mehnatingiz, ishingiz sizga yoqadigan bo'lsa, shu jarayondan zavq oladigan bo'lsangiz, o'sha jarayon ham siz uchun psixologik resurs sifatida ishlab berishi mumkin. Sizni quvvatlantiruvchi manba sifatida ishlab berishi mumkin. Va albatta insonning uchinchidan hayotda o'z kuchi bilan erishgan yutuqlari bo'lishi kerak. Agar siz o'sha narsani topa olmagan bo'lsangiz, demak o'sha narsani shakllantirish, ishlab chiqish, unga qo'l urish vaqti keldi. O'zingizni kuchingiz bilan erishadigan qandaydir kichik bo'lsa-da bir maqsadcha qo'ying va unga sekin-sekinlik bilan harakat qilib boring. Va hammasi o'z qo'lingizda, hammasi o'zingizni mehnatingiz, intilishingizga bog'liq. Va shu jarayonda oxirida bitta zo'r sitatani keltirmoqchiman. Mashhur o'sha ko'p karra olimpiada chempioni, jahon chempioni suzuvchi Michael Phelps shunaqa zo'r gapi borda. Siz katta maqsadlarga erishishingiz uchun boshqalar xohlamagan narsani xohlay olishingiz kerak. Boshqalar chiday olmagan narsaga siz chiday olishingiz kerak. Boshqalar o'ziga ruxsat bermagan narsaga siz ruxsat bera olishingiz kerak. Va bu sizni albatta katta marralarga olib chiqadi. Lekin siz el qatori bo'ladigan bo'lsangiz, boshqalar noliydigan vaziyatda siz ham nolisangiz, boshqalar aytaylik chiday olmaganda siz ham chiday olmasdan qo'lingizni tashlab ketadigan bo'lsangiz yoki aytaylik boshqalar intilmayotgan vaqtda siz ham boshqalarga qarab intilmasangiz, boshqalar baxtsiz hayot yo'lini, baxtsiz tafakkur tarzini tanlayotgan, salbiy fikrlashni tanlayotgan vaziyatda siz ham ozgina o'zingiz ustingizda ishlab, qandaydir psixologik mashg'ulotlarni bajarib emas, teskari o'sha psixologlar aytaveradi, bu nima beradi menga deb qanday yashayotgan bo'lsangiz, shu tarzda davom etadigan bo'lsangiz va bu jarayonda o'zingizni yanada salbiy va baxtsiz his qilishda davom etadigan bo'lsangiz, demak bu sizni tanlovingiz va o'zingizni tanlovlaringizga ham e'tibor qarating. Siz nimani tanlayapsiz? Nimalarni odat qilyapsiz? Va inson o'z navbatida o'sha o'zining tanlovlarini,
odatlarni mahsuliga aylanishi mumkin.